Bugun men siz bilan juda muhim masalani, ya'ni yangi pensiya tizimiga o'tish jarayoni pensionerlarga, pensiyaga yaqinlashayotgan fuqarolarga va hozir ishlayotgan har bir odamga qanday ta'sir qilishini tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat bugun pensiya olayotganlarga emas, ertaga pensiyaga chiqadiganlarga ham tegishli. Chunki pensiya tizimidagi har qanday o'zgarish odamning daromadiga, hujjatlariga, ish stajiga, hatto oilaviy rejasiga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumotni bilmaslik keyinchalik pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Men avval eng muhim savolga javob beraman. Odamlar nimadan xavotirda? Ko'pchilik shunday deyapti. Yangi pensiya tizimi kelsa, hozirgi pensionerlarning puli kamayadimi? Pensiyaga chiqish yoshi o'shadimi? Eski ish staji yo'qolib ketadimi? Hujjatlar elektron tizimda ko'rinmasa nima bo'ladi? Bu savollar bejiz emas. Chunki pensiya oddiy nafaqa emas, ko'p odamlar uchun yagona barqaror daromad manbai. Avvalgi tartibda pensiya hisoblashda asosiy e'tibor ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari va pensiya jamg'armasiga topshirilgan ma'lumotlarga qaratilar edi. Ya'ni odam qancha yil rasmiy ishlagan, maoshi qanday ko'rsatilgan, mehnat daftarchasida yozuvlar bormi, arxiv ma'lumotlari saqlanganmi, shular tekshirilardi. Ko'p holatda odam o'tib yil ishlagan bo'lsa ham, agar hujjati topilmasa yoki maoshi rasmiy ko'rsatilmagan bo'lsa, pensiya hisobida muammo chiqardi. Endi esa tizim bosqichma-bosqich ko'proq elektron ma'lumotlarga, rasmiy daromadlar bazasiga, soliq va bandlik tizimlari bilan bog'langan hisob-kitoblarga o'tmoqda. Bu nimani anglatadi? Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Davlat endi odamning pensiyasini faqat qog'ozdagi ma'lumotdan emas, balki elektron bazalarda ko'rinayotgan ish faoliyati va daromadlaridan kelib chiqib aniqlashga harakat qiladi. Bu yaxshi tomoni bilan shaffoflik beradi. Lekin xavfli tomoni shundaki, agar sizning ishlagan yillaringiz elektron tizimda noto'g'ri ko'rinsa yoki umuman ko'rinmasa, siz o'zingiz isbot qilib berishingizga to'g'ri keladi. Birinchi navbatda pensiyaga yaqinlashganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, erkak kishi 50 yoshda, ayol kishi 53 yoshda bo'lsa, u endi hujjatlarni hozirdan tekshirtirishi kerak. Chunki pensiya yoshiga kelganda bir oy ichida hammasini yig'ib beraman deb o'ylash xato. Arxivdan ma'lumot olish vaqt oladi. Eski korxona tugatilgan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida muhr tushunarsiz bo'lishi mumkin. Maosh to'g'risidagi ma'lumotnoma topilmasligi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pensiya chiqishiga 2 oy qolganda yuguradi. Keyin bir nechta tashkilotdan javob kutadi. Oxirida pensiya kechikadi yoki kutilgandan kam chiqadi. Ikkinchi guruh bu norasmiy ishlaganlar. Agar odam 5 yil ustachilik qilgan, bozorda savdo qilgan, kunlik ishda yurgan, lekin rasmiy daromad bo'lmagan bo'lsa, u o'sha yillarni pensiya hisobida to'liq ko'rsatishda qiynaladi. Masalan, bir odam 2005 yildan 2002 yilgacha qurilishda ishlagan, o'yiga yaxshi pul topgan, lekin hech qayerda rasmiy ro'yxatda bo'lmagan. U o'zini men ishladim-ku deb hisoblaydi. Ammo pensiya tizimi qayerda ishladingiz, qaysi tashkilot siz uchun badal to'lagan, qaysi ma'lumot bazada bor deb so'raydi. Agar javob bo'lmasa, bu davr pensiya miqdoriga kutilgan darajada ta'sir qilmaydi. Uchinchi guruh bu maoshi rasmiyda kam ko'rsatilganlar. Masalan, odam qo'liga 5 million so'm olgan, lekin rasmiy hujjatda 1 million 200 ming so'm ko'rsatilgan. Bugun bu odamga farqi yo'qdek tuyulgan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya hisobida rasmiy maosh asos bo'ladi. Shuning uchun ertaga u men ko'p ishlab ko'p topganman desa ham, tizim rasmiy daromadingiz mana shuncha deb hisoblaydi. Bu juda muhim nuqta. Yangi tizim shaffof bo'lgani sari rasmiy daromadning ahamiyati yanada ortadi. 4-guruh bu hozir pensiya olayotgan pensionerlar. Ular uchun asosiy savol, yangi tizim sabab pensiya kamayadimi? Odatda bunday islohotlarda amaldagi pensiyalarni birdan pasaytirish ijtimoiy jihatdan juda og'ir masala hisoblanadi. Shuning uchun mavjud pensionerlar uchun asosiy xavf pensiyaning kamayishi emas, balki qayta hisoblash, qo'shimcha hujjat topshirish, indeksatsiya, to'lov tartibi va plastik karta orqali olish jarayonidagi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni men pensionerlarga shuni aytaman, vahimaga tushmang. Lekin hujjatlaringizni beparvo ham qoldirmang. Birinchi misol. Dilbar opa 54 yoshda 28 yil maktabda ishlagan. Uning mehnat daftarchasi bor, oxirgi yillarda maoshi elektron tizimda ko'rinadi, soliq hisobotlari to'g'ri yuritilgan. Bunday odam ko'p xavotir qilmasligi mumkin.  lekin baribir ish staji to'liq aks etganmi? Ism familiyada xatolik yo'qmi? Yoki kutilgandan kam chiqadimi? Bu savol. Pensiya tizimi
pasportdagi ma'lumotlar bilan eski hujjatlar mos keladimi, shuni tekshirtirishi kerak. Chunki bitta harf xatosi ham arxiv ma'lumotini bog'lashda muammo beradi. Masalan, mehnat daftarchasida Dilorom deb yozilib, pasportda Dilbar bo'lsa, tushuntirish va tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Ikkinchi misol. Anvar aka 6 yoshga yaqin 1990 yillarda zavodda ishlagan, keyin zavod yopilgan, keyin bir muddat chet elga ishlagani ketgan, keyin yurtga qaytib taksichilik qilgan. Uning eng katta muammosi staj bo'lak-bo'lak bo'lib ketgan edi. Zavod davri uchun arxivdan ma'lumot kerak bo'ladi. Chet eldagi ish davri bo'yicha agar davlatlararo kelishuvlar, rasmiy ish shartnomasi, sug'urta to'lovlari bo'lsa, ayrim holatlarda inobatga olinishi mumkin. Lekin oddiy og'zaki men ishlaganman degan gap yetmaydi. Taksichilik davri ham rasmiy ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, solib to'lagan bo'lsa, ancha yaxshi. Agar norasmiy bo'lsa, pensiya hisobida kuchsiz bo'ladi. Uchinchi misol. Bahrom aka 25 yil xususiy firmalarda ishlagan. Har safar firma almashgan, lekin mehnat shartnomalarini saqlamagan. Oxirgi 10 yilda maoshi rasmiy yuritilgan. Oldingi davrda esa ayrim firmalar yopilgan. Bu yerda men unga birinchi bo'lib ishlagan tashkilotlar ro'yxatini tuzishni maslahat beraman. Qaysi yilda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlagan, korxona manzili qayerda bo'lgan, rahbar kim edi, stir yoki ro'yxat raqam bormi? Keyin bandlik organlari, arxiv soliq organlari orqali ma'lumot izlanadi. Hujjatni oldindan to'plash pensiya miqdorini oshirishi yoki hech bo'lmaganda kechikishning oldini olishi mumkin. 4-misol. Hozir pensiya olayotgan Saodat opa har oy pensiyasini kartaga oladi. Unga yangi tizimdan qo'rqishdan ko'ra to'lovdagi amaliy masalalarga e'tibor berish kerak. Karta muddati tugamaganmi? Bankdagi telefon raqami o'zinikimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Pensiya qayta hisoblanishi uchun qo'shimcha staj yoki nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotganlik, parvarish davri kabi hujjatlar mavjudmi? Ko'p pensionerlar o'z haqini bilmagani uchun qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanmaydi. Agar siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun barcha hisobotlarni topshirgan bo'lsa, maoshingiz soliq tizimida ko'ringan bo'lsa, mehnat daftarchangiz yoki elektron mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa, sizda xavf nisbatan kam. Lekin xavf kam degani umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men har bir odamga yilga kamida bir marta o'z ish staji va rasmiy daromadlarini tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki hatto ko'pincha odam pensiyaga chiqayotgan paytda emas, undan ancha oldin paydo bo'lgan bo'ladi. Agar siz davlat tashkilotida uzoq yillar ishlagan bo'lsangiz, hujjatlar odatda tartibroq bo'ladi. Lekin bu ham 100% kafolat emas. Eski davrdagi buyruqlar yo'qolgan bo'lishi, bir tashkilot boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'lishi, lavozim nomlari noto'g'ri ko'chirilgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa 1990 yillar va 2000 yillar boshidagi hujjatlar bo'yicha ko'p savollar chiqadi. Shuning uchun davlat ishida ishlagan odam ham o'ziga tegishli hujjatni ko'rib chiqishi kerak. Agar siz hali yosh bo'lsangiz, masalan 25-35 yoshda bo'lsangiz, pensiyaga hali uzoq deb o'ylamang. Aynan hozir rasmiy ish, rasmiy maosh, soliq to'lovlari, mehnat shartnomasi, elektron mehnat daftarchasi sizning kelajakdagi pensiyangizga foydavor bo'ladi. Bugun norasmiy ko'proq pul olayotgandek tuyulishi mumkin, lekin 25-30 yil o'tgach o'sha norasmiy yillar hisobga kirmay qolsa, afsuslanish kech bo'ladi. Pensiya tizimida faqat ishlagan yil degan tushuncha bilan cheklanib bo'lmaydi. Ayrim davrlar bor, ular alohida tartibda ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, o'qish davri, nogironligi bo'lgan shaxsni parvarish qilish, ayrim zararli yoki og'ir sharoitdagi ishlar, belgilangan toifadagi kasblar bo'yicha imtiyozlar. Lekin bu davrlarning hammasi avtomatik tarzda qo'shilib ketadi deb o'ylamaslik kerak. Har birining tasdiqlovchi hujjati bo'lishi kerak. Masalan, ayol kishi bola parvarishi sabab ma'lum vaqt ishlamagan bo'lishi mumkin. Bu davr ayrim tartiblarda stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin buning uchun bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, ish joyidan buyruqlar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar yoki boshqa tasdiqlar kerak bo'ladi. Agar hujjatlar to'liq bo'lmasa, mutaxassis qo'shimcha ma'lumot so'raydi. Shuning uchun men uyda bola qaraganman, demak avtomatik qo'shiladi deb kutib o'tirish to'g'ri emas. Yana bir nozik shart, ism, familiya, otasining ismi o'zgargan bo'lsa, hamma hujjatlar bog'lanishi kerak. Masalan, ayol turmushga chiqqanidan keyin familiyasini o'zgartirgan. Eski diplomda bir familiya, mehnat daftarchasida boshqa familiya, pasportda 3-yozilish bo'lishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat
tug'ilganlik ma'lumotlari kerak bo'ladi. Oddiy ko'ringan shu masala pensiya tayinlashda bir necha hafta vaqtni olib qo'yishi mumkin. Yana bir muammo arxiv masalasi. Eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini topish kerak. Ba'zida odam korxona nomini eslaydi, lekin rasmiy nom boshqacha bo'lgan bo'ladi. Masalan, odam paxta zavodi deydi. Arxivda esa u falon tuman paxtani qayta ishlash aksiyadorlik jamiyati nomi bilan yuritilgan. Agar siz taxminiy nom bilan murojaat qilsangiz, javob topilmadi bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha aniq ma'lumot yozish kerak. Ishlagan yillar, bo'lim lavozim, manzil, rahbar yoki kadrlar bo'limi xodimining ismi. Eski muhr nusxasi bo'lsa, hatto shuni ham saqlash foydali. Yangi tizimdagi yana bir xavf bu elektron bazadagi xatolar. Elektron tizim qulay, lekin u ham odamlar kiritgan ma'lumotlarga tayanadi. Agar ish beruvchi hisobotni kech topshirgan bo'lsa, stir xato kiritilgan bo'lsa, pasport seriyasi almashgandan keyin ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, sizning ish davringiz ko'rinmay qolishi mumkin. Men shuning uchun har doim aytaman, elektron tizimga ishonish kerak, lekin tekshirish ham kerak. Ayniqsa pensiyaga chiqishga 2-3 yil qolgan odamlar uchun bu juda muhim. Endi eng kerakli qismga o'taman. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'z hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, stajyer, she'r, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki ajrim guvohnomasi. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq hujjatlar, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, maosh to'g'risidagi ma'lumotlar, buyruq nusxalari, arxiv javoblar bitta papkada bo'lsin. Hamma narsani asl nusxa va ko'chirma qilib ajrating. Ikkinchi qadam, ish stajingizni yozma ro'yxatga tushiring. Men buni juda oddiy shaklda qilishni tavsiya qilaman. Qaysi sanadan qaysi sanagacha, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlagansiz. Masalan, 1998 yil sentyabrdan 2005 yil iyungacha Uyinchi tuman markaziy shifoxonasida hamshira, 2005 yil iyuldan 2012 yil dekabrgacha xususiy klinikada hamshira, 2012 yildan hozirgacha poliklinikada katta hamshira. Shunday ro'yxat bo'lsa, mutaxassis bilan gaplashish osonlashadi. Arxivga murojaat qilishda ham aniq yozasiz. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, pensiya jamg'armasi xizmatlari, soliq organlari orqali rasmiy daromad va ish staji ko'rinayotganini tekshirish mumkin. Agar o'zingiz qila olmasangiz, davlat xizmatlari markaziga boring yoki farzandingizdan. Ishonchli yaqin odamingizdan yordam so'rang. Lekin login, parol, bank karta ma'lumotlarini begona odamga bermang. Pensiya hujjati bahonasida firibgarlik qiladiganlar ham uchrab turadi. 4-qadam, ish beruvchingizdan ma'lumotlarni aniqlashtiring. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan mehnat shartnomangiz, ishga qabul qilingan buyruq, lavozim o'zgarishlari, mehnat ta'tillari va rasmiy maosh to'g'risidagi ma'lumotlar to'g'ri yuritilayotganini so'rang. Bu uyatli savol emas. Bu sizning haqqingiz. Agar ish beruvchi keyin ko'ramiz desa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaat bo'lsa, javobgarlik ham aniq bo'ladi. 5-qadam, eski ish joylari bo'yicha arxivga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxivlaridan, tegishli vazirlik yoki idora arxividan ma'lumot so'rash mumkin. Murojaatda o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni aniq yozing. To'liq ism, familiya, tug'ilgan sana, ishlagan davr, tashkilot nomi, lavozim, iloji bo'lsa bo'lim nomi. Men falon joyda ishlaganman, ma'lumot bering deb umumiy yozilsa, qidiruv qiyin bo'ladi. 6-qadam, norasmiy ish davrini hozirdan rasmiylashtirish haqida o'ylang. Agar siz hozir hunarmand, taksichi, savdogar, frilanser yoki xizmat ko'rsatuvchi bo'lsangiz, qonuniy tartibda ro'yxatdan o'tish, soliq to'lovlarini yuritish, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida qayd etilish yoki boshqa rasmiy shaxsni tanlash masalasini o'rganing. Bu faqat bugungi jarima xavfini kamaytirmaydi. Kelajakdagi pensiya huquqingizga ham ta'sir qiladi. 7-qadam, pensiyaga chiqishdan kamida 6 oy oldin tayyorgarlikni boshlang. Men hatto 1 yil oldin boshlashni maslahat beraman. Chunki ba'zi hujjatlar bir kunda chiqmaydi. Arxiv javobi kechikishi mumkin. Sud orqali faktni tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Eski hujjatdagi xatoni tuzatish kerak bo'lishi mumkin. Agar hammasini oxirgi haftaga qoldirsangiz, asabiylashasiz, navbatda yurasiz, natijada pensiya tayinlash jarayoni cho'ziladi. Agar sizda staj bo'yicha shubha bo'lsa, eng avvalo hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Murojaatda mening pensiya huquqimni aniqlash uchun ish stajim
va rasmiy daromadlari bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar aniq davr muammo bo'lsa, 1996-2001 yillarda falon tashkilotda ishlagan davrim elektron bazada ko'rinmayapti. Ushbu davrni tasdiqlash tartibi bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozing. Agar arxivga yozsangiz, falon yildan falon yilgacha ishlaganimni tasdiqlovchi ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish, lavozim, ish haqi yoki shaxsiy tarkibga oid hujjatlar bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozish maqsadga muvofiq. Murojaatga pasport nusxasi, mehnat daftarchasidagi tegishli sahifa nusxasi, agar bo'lsa eski buyruq yoki ma'lumotnoma nusxasini ilova qiling. Agar ish beruvchi maoshingizni rasmiy ko'rsatmayotgan bo'lsa, bu masalani kechiktirmang. Bugun siz qo'lingizga ko'proq pul olayotgandek bo'lishingiz mumkin, lekin ertaga pensiya hisobida sizning haqiqiy mehnatingiz ko'rinmay qoladi. Men bunday vaziyatda avval ish beruvchi bilan yozma va tinch tartibda gaplashishni, mehnat shartnomasi va rasmiy maosh masalasini aniqlashtirishni tavsiya qilaman. Natija bo'lmasa, mehnat inspeksiyasi yoki tegishli davlat organlariga murojaat qilish mumkin. Hozir pensiya olayotganlar ham o'zini butunlay chetga olmasin. Birinchidan, pensiya miqdori to'g'ri hisoblanganmi? Qo'shimcha hujjatlar bilan qayta ko'rib chiqish imkoniyati bormi? Shuni aniqlang. Ba'zan odamda qo'shimcha staj bo'ladi, lekin u pensiya tayinlangan paytda hujjat topshirmagan bo'ladi. Keyin arxivdan ma'lumot topiladi. Bunday holatda qayta hisoblash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchidan, bank kartangiz va shaxsiy ma'lumotlaringizni ehtiyot qiling. Pensiyangiz oshadi, kodni ayting, yangi tizimga o'tkazamiz. Karta raqamini yuboring degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Davlat organi hech qachon sizdan SMS kod so'rab pulingizni tekshirmaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling yoki yaqinlaringiz bilan maslahat qiling. Uchinchidan, yashash joyi, pasport ma'lumoti, bank rekviziti o'zgarsa, buni tegishli joylarga o'z vaqtida bildiring. Chunki ma'lumotlar mos kelmasa, to'lovda kechikish yoki qayta tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu oddiy texnik masala bo'lsa ham, pensioner uchun bir oylik pensiya kechikishi katta muammo. Men odamlar eng ko'p qiladigan xatolarni ham aytib o'taman. Birinchi xato, hammasi davlatda bor deb o'ylash. Yo'q, hamma narsa har doim ham to'liq va xatosiz bo'lmaydi. Ikkinchi xato, mehnat daftarchasini yo'qotish yoki yomon saqlash. Uchinchi xato, norasmiy maoshga rozi bo'lish. To'rtinchi xato, pensiya yoshiga yetganda hujjat yig'ishni boshlash. Beshinchi xato, og'zaki javob bilan cheklanib qolish. Har doim yozma murojaat qiling, javobni saqlang. Hujjat nusxasini oling. Yana bir xato, qo'shnining gapiga qarab ish qilish. Falonchiga shunday hisoblashdi, menga ham shunday bo'ladi degan fikr noto'g'ri. Har bir odamning staji, maoshi, hujjati, lavozimi, oilaviy holati, imtiyozi boshqacha. Pensiya masalasida umumiy gapdan ko'ra aniq hujjat muhim. Shuning uchun men har doim aytaman. O'zingizning holatingizni tekshirtiring. Taxmin bilan qaror qilmang. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, yangi pensiya tizimiga o'tish jarayonida eng katta kuch elektron ma'lumotlar, rasmiy ish staji va rasmiy daromadga tushadi. Hozirgi pensionerlar vahimaga tushmasligi kerak, lekin hujjatlarni tartibga solishi, to'lov va shaxsiy ma'lumotlarni tekshirishi zarur. Pensiyaga yaqinlashayotganlar esa ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Mehnat daftarchasi, arxiv, ish haqi, elektron staj, familiya o'zgarishi, harbiy xizmat, bola parvarishi kabi barcha hujjatlarni oldindan tayyorlash kerak. Men sizga ekspert sifatida eng sodda maslahatni beraman. Pensiya masalasini oxirgi kunga qoldirmang. Bugun bitta hujjatni tekshirish ertaga bir necha million so'mlik farqni saqlab qolishi mumkin. Rasmiy ishlang, rasmiy maosh talab qiling, elektron ma'lumotlaringizni tekshirib boring. Arxiv hujjatlarini vaqtida yig'ing va har bir murojaatni yozma qiling. Sizningcha yangi pensiya tizimi odamlar uchun yengillik olib keladimi yoki aksincha ko'proq muammo tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot butun oilaning kelajagiga ta'sir qilishi mumkin.